Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugun kunimizga 30-aprelda kecha bozorda akaga labo sotdim. Jey deb sotilib ketdi endi labo ham. 2200 ga olindi, 2400 ga ketdi. Bu mashina barterga o'tib qoldi menga. 2000 dollarga sotsam mana shu mashinani ozgina foydalanaman. 1.5 ancha tevasida keldi. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaversa, faqat naqd pulga sotiladi. 2005 pul luks ekan. O'sha H9 mi, H2 mi degandan. Holatlari yaxshi. Motorni dehqon akamiz aytayaptiki, premium dehqonmanda bu. Dehqonniki generallar qilib beradi. Motorni yangi qilganman deyapti. Kraskasini ko'rsatgaman yo'qman. Endi shunday o'tganiga bilmayman, balki 30%, balki 20% balki chiqmasligi ham mumkin. Lekin chiqadi. Elit bir uni kamida 15%, 20% chiqadi. Mashinamiz yaxshi mingan ekan lekin. Pulli kuz. Holatlari yaxshi turibdi mana. Yosh katta odam mingan. Bu mashina shayx mashinasi ekan. O'sha mozor qorovulning mashinasi ekan. Lekin yaxshi inson ekan. Mana o'rtoqlar. Yosh katta odam mingan. Sraz rol qulflanyapti mana. Kalta ustidan ochiladi. Pulli kuz variantlaridan. Motorni ochamiz endi. Metallarigacha bor ekan, metall ham bor ekan. Metallari bor, shoqlar. Oba. Vo. Va dehqonda qaranglar. Kolonkalarni ham cho'tkisidan qo'ygan ekan. Bitta mana maytofonlargacha bor. Bilasizlarmi, hech plasiga tegmayman. Mana. Kolonkalar ham pioner ekan. Yaxshisidan qo'ygan ekan. To'la mana. Ishli ekan. Lekin ishlatib ko'rganim yo'q. Mana metalni srogi Oshta, necha ekan o'rtoqlar? Bilib beraymi? Metalni srogi 2013 ekan. 2013 bo'lsa shunda qancha bo'ladi? 15 yil bo'lsa 23. Ha, yana 2 yil bor ekan. Mana choklari. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'ying. Mana. Udor yo'q deganida endi bu. Mana. Zavodskoy ekan, choklari ham. Mana. Kimga xuddi shunaqasidan kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Yaxshi mashina ekan. Akamizga labo kerak ekan. Bizga barterib o'tib qoldi. Hech qanaqa yo'lga yo'q, qaralgan yo'q mashinaga. Hamma narsani mana ko'ryapsizlarmi? Choklari ham zavodskoy turibdi mana. Hech qanaqa germetika bo'lmagan mana. Ustleterlari bitta ko'rsataymi? Ustleterlari zavodskoy ekan. Motorni qaranglar. Yangi qilib qo'ydi motorni. Operasiya qilmaysizlar, o'ylamaysizlar. Motori qanaqa ekan? Yaxshimikan, yomonmikan degandan ko'ra. Misol, bunday narsada mashinalarda misol internetlarda chiqyapti-da. Borib ko'rmaginizcha boru. Usta ko'rmaguncha u narxiga qanchaga arziydi, nech pulga tushadi, uni hech kim bilmaydi. Uni ustani o'zi chiqarib beradi. O'shaning uchun xohlagan ustalaringni kelib, bu mashina nech pulga arzisini aytib beraveradi, bemalol. Telefon qilaverasizlar, pastda nomerni qoldiraman. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Damas so'raganlarga Damas ham bor mana do'stlar. Damas ham bor mana. 2020 kraskasi top toza, tonni shunka bo'lgan. 124 ming yurgan, ballari yangi holatda turibdi. Mana mashinaning holatini ko'ringlar-da. Mana. Tonni shunka bo'lgan. Metallari bor, qoplamalari ham bo'lgan mashinaning. Uni hamma joyi bo'lgan. Mashina holatlari. 2020 3 yilga noldan dehqon nomidan generali chiqadi. Telefon qilaverasizlar. Mashina bo'lsa olamiz, arzonroq chiqib qolsa, pulida yaxshi bo'lsa, keyin plus Cobotlar bo'lsa, qimmat mashina bo'lsa, 1 yilga nasiya savdoga olamiz o'rtoqlar.